Uyghur yazgıçısı Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut şirkatida ovozga elinib, Beliqut to'g'ridan o'tildi. Mashina aerodromga yetib keldi. Ular mashinadan tushdi. Qadrdon Zul'ayning yoshlik ko'zlarini ko'rib, tanglik iskanjisida boshqa yoqlarga qarab oldi. O aeroplanga chiqish rasmiyatlarini o'tab bo'lib, Zul'ayga xo'sh dedi-yu, lekin yanada chiroyiga tikilib qarayolmadi. Yoshlari mo'ldirlab to'kilayotgan Zul'aymi yerdan ustun qaramadi. Faqat qadrdon aeroplan xodimlarining boshlashi bilan uzoq ketgandan keyinla uni selib yig'layotdi. Hatto kutish zalidan chiqib ketibmi, esa degunicha yoshlarini to'xtatolmadi. Keşlep Xotan aerodromiga tushgan qadrdon qorong'i tushish bilan uyiga yetib keldi. Yeniqi bir chog'dagi sovuqchilikni unutumag'achqa, qadrdon hech qaysisiga sovg'atma ekelmagan edi. O ota-onasining uyida bir kech qo'nibla ertasi chamadonni ko'tarib sirtqa oldi. Onasi Xayrigul nega bordiganligini so'rab edi, Keriya nohiyasida bir so'li to'xtamining borligini aytib chiqib ketdi. Xayrigul uning orqasidan kelamsa yo'q deb varqirgan edi. O bilmayman deb ikki javob berdi. Qadrdon u bilan bilan ko'rishmay, viloyatlik partikom mehmonxonasidan yolg'iz kichik yotoq oldi. O chamadonni bexatarlik ishkopiga tiqib qo'yib, milliy shifoxonaga ketdi. Qadrdon Ubul oxining tiyib ko'rinib, u yezib bergan reseptdagi dorilarni dorixonadan elib bo'g'icha tushib ketdi. O Xotan qog'oziga o'ralgan bo'liq dori o'simliklarini ko'tarib yotqiga kelganda xazinasi qo'rsqi xelili oshxona edi. Bu chog'da mehmonxona oshxonasida tomoq qolmaydi. Shunga o tomoq yeyish uchun bozorga mengashi. Ahad Tolka, Emri Uchbarmoq, Umar G'altaklar yugurishib yetib keldi. Ular xuddi oltin to'shqon tepib olgandek vorqirishib, jarqirishib ketishdi. Balle bola sayg'iyan, bizni ko'zga ilibmi qo'ymaysiz-da? Dedi Ahad Tolka mis talangidek qizg'ish semiz yuzlardagi tarlarini surtib. Xabar qilayotgan bo'lsangiz, oldingizga chiqmaydiqmi? Qadiboyatcha, cho'ng so'rin kelgan bola bo'lg'ashqa. Emir Uchbarmoq o'ri ko'zlarini pildirlatib, ushtuq o'ngini silab qo'ydi. Bizga ko'ngil to'xtamagan gap. Bo'lmasa bizning o'zimizga tushdiq o'yinlarimiz bor. Umar G'altak yolg'on rostlardan yo'tilib qo'ydi. Qani, bugun Qadiboyatchining nazardan o'talamdiq yo'q. O'zimizni bir sinab boqayli. Aqla, men do'rog'il kelgan. Bugun kech yoki erta mangma. Mehmon degan qo'yning qo'lsizdek yavash bo'g'liq. Qanaq dedim balla? Ahad Tolka ikki birodariga qaradi. Ay Barmoq, G'altak. Gap qilmaysizlar-ku. Ras. Uchbarmoq bilan G'altak boshlarini gildiratib, bir-birining xunuk talablariga qarashdi. Mehmonning kelishi o'zidan, ketishi sohibxondan degan gap bor. Ahad Tolka omutdek burnini yo'l chetiga qoqdi. Keldingizmi? Bo'ldi. Endi bizning o'rinlashtirishimizga bo'ysunishingiz kerak. Lekin men qadrdon oldin telefon berayotgan Asad arvohni ichida tillayotdi. U la'nati arvoh. O'zingni ko'rsatmoqchi bo'lsan-da. Bu yerda lekin Pekin degan gap oqmaydi. Dedi Ahad Tolka alpasoq beshini silab qo'yib. Sirta sizni taksi saqlab turadi. Qani yuring. Ay, undaq kerakli qilma deyman. Yurma. İzzat, hurmat, to'spisini qilganga odam kerak. Qadrdonni taksining oldiga o'ltirg'izayotgan Ahad Tolka yo'rinqash bulbul oromgohi deb varqirdi. O'zimi orqadagi o'rinda o'ltirganlarni qistab yo'g'on sag'risini oralli paturdi. Taksimi voyjon degandek
lappidi besilib yana o'rnidan turdi. Xotin shahar ichi uncha olam cho'ng bo'lmag'achqa, taksi birdamdili kang, ozoda, siliq yo'llarni orqada qoldirib, Yo'rinqosh daryosining uzun ko'rikiga yetib keldi. Ko'rikning u tarafi Lop nahiya Yo'rinqosh yezisi edi. Taksi sapsariq ko'z g'azonlari bilan qoplangan ko'kterak, sagi, to'g'roq, tuxumak daraxtlari qad ko'targan ko'chalar. Atroflarini yorliq, o'rmon qo'rshab turgan shol engizliqlari. O'rdak, g'azla bo'yinlarini so'zib g'oqildib yurgan taram-taram qora sular. Zapirondek sarg'aygan qumushliq va yekanliklar ham yekan to'qurlarining changildab sayrashlari anglanib turgan hodis go'zal kashko'z manzaralarini besib o'tdi. Ondan Yo'rinqosh bozoriga yetib keldi. So'lga burilib, shexilmi to'kilmagan yo'lda to'plarni purqirtib 10-15 minut mang'andan keyin Bulbul oromgohining qarisi ko'rindi. Bulbul oromgoh aslida Yo'rinqosh yezilik hukumat egidorchiligidagi olma, o'rik, shoptul, üzüm, yong'oq qatorliq mevalar bilan to'lgan bog' bo'lib, islohot boshlangandan keyin shaxslar huddiga sayohat bog'chisiga aylantirib etilgan edi. Uningda mevalar orliqlariga ravoq, shepon va yog'och sutliq dam elish xos birimlari selingan. Bir xil forma kiygan restoran mulozimlari nurisiga olgan cho'ng parpur patnislarda osh tomoq, har xil qo'rimlarni bog'ning bo'lum pushqoqlariga to'shiydi. Bog'da yana tansa, usul o'ynaydigan maydonlardan boshqa ayollarning ayrim suvga cho'milish ko'llari bor edi. Hozir kech kuz bo'lib, ba'zi sovuqqa chidamsiz daraxtlarning g'azonlari to'kilishga boshlagan bo'lsa-mu, lekin bog' ichi qizil, seriq, oq, qo'ng'ir ranglar bilan o'zgacha motanatlik ko'rinadi. Kechgacha qong'udek o'ynab kayfi xelili ko'tarilgan qadrdan zavol vaqti bo'lish bilan qamarvozlarning hamrohligida shaharga qaytib kirdi. Taksi ularni qurilish shakli o'zgacha loyihalangan. Zamonga loyiq go'zallikka ega bir mehmonxonaning billari qurishga ulgurgan hovlisiga elib kirdi. Qadrdan atrofga zan selib, bu yerning aslida kichik chog'larda bolalar bilan kelib o'ynaydigan ko'ktatliq maydoni ekanligini ko'z oldiga keltirdi. Aqla, dedi Qadrdan mashinadan tushib. Mening viloyatlik partikum mehmonxonasida elib qo'ygan yotiqim tursa, bu yak akagininglar nemisi? Qadiboyvachcha, har kaginingizda hukumat mehmonxonalari yotadi deb angladik. Hattoka Qadrdonning do'lisi ko'rdi. Endi shaxslarning mehmonxonalaridami yetib yo'qan. Buni bizning yaxshi ko'ngilimiz. Undaqda chataq yo'q. Tanshilib qolgan Qadrdon qo'lini silkidi. Amsa qani boshlanglar. Qadrdonni o'ttirg'i olgan dongliq ushqi marvoz 3-qavatdagi 306-yotoq oldiga kelib eshik echish kartasini qo'lib qisilishi. Choshqon ko'zdek bir qizil chiroq villidi yondi. Arqadan zil chirqirash ovozi kelish bilan eshik echilib ketdi. Ahad Tavka kartani Qadrdonning yonchiqqiga soldi. Ondan uni yotoqqa kirgizib o'tib, eshikni go'pli yepib o'tdi. Qadrdon 3 metr kelmaydigan yotoq koridordan dardangishib o'tib, oppoq kirlik yepilgan oliy karvat ustida egiz bo'yliq, oq yuzlik, lavlari kichik bir qiz yangsiz nepiz ro'boshkisi bilan o'tirganligini ko'rdi. Uning ro'boshkisi bek qisqa bo'lg'achqa, xuddi shakili suyib etilgan tuxumdek oppoq to'lgan yo'tillari parqirab turardi. O lekkida o'rnidan turib Qadrdonning qo'ltig'idan yo'lib oldi. Tehe ko'ni qadinasdek yuzini beqib keladi. "Voy xudoyim, xili jiq ichib qo'yibsiz-a? Akalang, oyog'ingizni soldirib o'tay." Qiz Qadrdonning oyog'ini sirtidagi kiyimlarini soldirguncha uning uchisida ro'boshkisidan boshqa hech qanday ish kiyim yo'q ekanligi ayon bo'ldi. Siz kim bo'lasiz?
O yatakta nima qilasiz? Mening ismim Ruqiya. Bu yatakta nima qilatdim? Sizni kutaman shu. Kutdimi? Menimi? Qadrdon burnining uchini ko'rsatdi. Meni? Sizni? Ruqiya loppada qaradi. Ahadkam, Emirkam, Umarkamlar shundoq degan. Ahad Talqa, Emir Uchbarmoq, Emir G'altaklar, Ahadsi Qadrdonni o'zimzor sharbat bog'chisi tuningidanmi ortiq mehmon qildi. Kechilik ne'mati uchun heliqi lavlari o'ymoqdek Ruqiya uning bir kecha xizmatida bo'ldi. Ammo 3-kuni kechda Ahmad Talqa Qadrdonni qimorga taklif qildi. Endi bormay bo'lamdi. Eg'iz yesa 100 o'yiladi degan gap bor. Yana texe olmoqning barmiki, yemakning qusmuqi barhaqdir. Bu almisoqdan kelayotgan aqalli mezon. Texe ota bo'g'illarimiz bundoq mehnatsiz, jafo ajrsiz kelgan boylik va nozu ne'matning zararsiz, azobsiz bo'lmaydiganligiga bishorat berib, bir balosi bo'lmasa, cho'lda quyruq na qilur degan ekan. Bir pulning ko'zidan necha o'tadigan ashu qora ko'ngil tosh beg'ir qimorvozlarning qadrdonni bekor yegizib o'yintishga beshi ishib qopdimi? Yoki kallasini eshak g'ajilyaptimi? Sapuq yeb erishishmi qolmagandi? Xayriyat. Birinchi kuni Qadrdon 30 ming so'm qutulib, gulqaqalar echilib ketdi. Lekin bu bola saygigan yana bolaligini qildi. Ko'rmin qimor so'rinlarini oq to'polonga aylantirib o'tgan, uttirib, cho'g'ladi yumilib, barmoqlari kesilib, tavqaladi pishib, qamarning meg'izini chaqqan ashu qog'dalmalar tavqaga amdili qadam olgan bir mo'zayga nemishga uttirib qo'ygandi. Bu albatta kulkilik emasmi? deb o'ylamagan Qadrdon atsi maxfiy spirliq chamadonni ko'tarib opirib 170 ming so'm uttirdi. O saharlikda qurudilib qolgan maxfiy spirliq maxsus pul qachlash chamadonni ko'tarib salpiyib yenib keldi. O shu kuni kechda aeroplan bilan Urumchiga yo'lga chiqdi. Xuddi kimlardir yuragini sug'urib olgandek jonsiz, mag'dursiz, ruhsiz bo'lib qolgan Qadrdon Urumchiga mang'an kunning atisi Abbos, Xayrgul, Gulnur, Abdurahmonlar noyilik va viloyatlik mehmonxona, quruq mevchivi shirkatlari, yuk to'shish kolonlarida Qadrdonni izlab yuratdi. Ular Qadrdon Xotanda borkan, texi ketmabdi degan gapni anglab, 2-3 kundan beri bormagan, kezmagan yeri qolmagan edi. Abbos noyilik yuk to'shish yo'tkash atritining hovlisiga kirib, biror odamdan o'g'lining kelmaganligini so'ray deb turishi. Suvxona tarafdan bir chelik suv ko'tarib, mashinalar tarafga ketayotgan Yoqub hojimni ko'rib qoldi. Abbos Bujan oldin qitim Qadrdon to'g'riliq yeniklik qilib burniga yegandan keyin sal ehtiyotchan bo'lib qolgan edi. "Oy, Yoqub hojim, qachon kelib qoldik-a? Voy, Abbos Bujan keldi." Yoqub hojim qop-qora qo'llarini ko'rsatdi. "Kechirsizlar Bujan, qo'llarim may. Mashinaning bu yerlarini ko'chlab tursa, osonli to'lib qolib qoladi. Hay, bu jonivorni ishi jiqchimisizlar?" Urumchidan qurilish materiallari yetkiga o'xshamamsa. Abbos radki tizilgan mashinalardagi temir ziqchilarga qarab qo'ydi. Hammasi temir o'xshamanda. Beton jassig'i ishlatiladigan har xil hajmlik ziqchi temirlar sizlar, dedi Yoqub hojim. "Haras, gap bilan bo'lib, unutib qolib tasqabdimi? Qadrdon har qaysilariga salom aytdi." "Hey, nima deyapsiz?" Abbosning chiroyi turildi. "Qadrdon Xotanda tursa, bu nima degiman?" "Nima?" Yoqub hojim darhol bir nima deyolmadi. O 6 kunning oldida meni uzib qo'ygan tursa,
Hey, 6 kunning oldida uyda bir kech qo'nim chiqib ketgancha yo'qolib ketdi. Abbos qo'llarini chertdi. Anlasak, xotanda bormish. Shunga men bolalar bilan izlab yuraman. Undaqda u Yo'q bacım açıktan ekildi. Meni yo'lga selib etiblar, oyiriblar bilan menibdi-da. O ko'ngildikini sendimi yo'shirsa, bizga asla demasa. U zodi qandoq odam bo'lib qoldi? Boshliqda u bilan sen bilanmi ko'rishmabdi? Uni izlab yurdi. Abbos bojan, ma'u 10 mashin ko'mirni tushirib etib, kesh sizning o'ldirga boray. Ondan so'zlashsa qandoq? Sizlar bilan so'zlashmasam zodi bo'lmaydi. Bo'ladi. Sırt sözleşme abses. Şu günü keşkçe Abbas'ın kalısıga hiç neme düşmedi. Kolunu işkı bağmedi. Kandaktır vahimilik bir toygu onun yörükünü kamallıvagan idi. Şuna o öyge baldırararak kaytıp geldi. Lağman piltalavatkan Hayrigül tamdaki saatki qarab, gün kayaktan çıktı devede Abbas kapkınını açmay, tamakını jakırak kıl, Yo'q bacım kelmoqchi deb qo'yibla gezdini qo'liga oldi. Yo'q bacım tamoqning pishig'iga ulgurib kirib keldi. Ular hol ahvol so'rashgandan keyin birga tamoq yeyishdi. Oy suyi ichishdi. Ondan mehmonxonaga kirib, divonga cho'kkanicha bir-biriga o'mishib, uyni birpas jimjitlik bosdi. Ondan yo'q bacım gelini qirib, konini rusvogandan keyin Abbas bilan Hayrigülge qadrdonning qandoq fojiaga yo'liqqanligini birma-bir bayon qildi. 17-bob. Xotandan kashlab qaytib kelgan qadrdon musofirlar mehmonxonasining hovlisiga kirib, birinchi bo'lib qilgan ishi Ladani yo'qlash bo'ldi. Har holda Lada zavoddan amdili chiqqandek parqirab turardi. Bundan Zulay uni har kuni yo'qlab turganligi aniq edi. Qadrdonning leppida ichilgan ko'ngli nafas o'tmay xiralashib, chiroyini g'am tumoni qopladi. Bu tuman mashinasiga yo'linib, alam bilan ko'kka boqqan qadrdonni beyorimlik ichida iskanjaga oldi. Demisimi 170 ming so'mni qumga suv chashgandek qadrsiz yo'q qilibdi. U xeli pullarni araqdan qilib etib, to'yqi sarqarabni qo'ymagan edi. Bu qatam ajib yurikining bir yeri etishqini etishgan. Bo'lmasa shafaat izlab kelgan shuncha ko'p yetimchilarga, o'quvchilarga oldiga 10 ming, kayniga 2-3 ming so'm berib, yo'lini tepib ol deb saxovatlik qo'llarini so'zdi. O chog'larda qadrdon, "Voy, tegi taktining tayin yo'q, sayoqlarga shuncha pulni qushqashqa teriq chachqandek chechivatdimmi?" deyish u yoqda to'sin. Aksicha, ko'ngli yomg'irdan keyingi oftobdek palloda echilib qolgan edi. Hatto Yoqub bacım Xolmat qarimlog'ini shuncha pullarni bo'pti yumiltib ol deb berdi. Men hozircha o'z yerigini qilib boqdimi? Yo'q. Qadrdon 100 bu yillarga muzdek bir nima tushgandek bo'lib osmonga qaradi. Yamonlik teg'dan halqib o'tgan qor bulutlari shahar osmoniga to'planmoqda edi. Kelish oldi turgan Yodunning tunji xabarchisi. Uşaq qor qo'qonlari taraf-tarafga uchishmoqda edi. Bu yil qish orqaga surilib ketgachkimi, onun joyning o'ttirlaridagi Yodun Urumchining tunji qori hisoblanadi. Qadrdon eg'irlashib ketgan putlarni orolga ko'tarib yotqizib kirdi. O mulozimlarning aeroplan ichida tarqatgan ochiqmi, tatliqmi emas, battam tomoqini yegan edi. Hozir qo'rchiqning oshqinini bilib turib, O'smarxon jannat ne'matlari oshxonasiga chiqishga erindi. Yana bir tarafdan Zulayning yotqiga kirib olib, o'ttir kechigacha gap so'rab ovora qilishdan ansirdi. Shunga putlarni yuvishqimi tavib olmay, o'rin selib yetib qoldi. O yostiqqa beshini qo'yishi, 170 ming so'm bir chamdan pul ko'z oldiga kelib oldi. Qadrdon u yoqqa to'lgandi.
bu yoqqa yumulandi. Oxir ochiqda varqirvatdi. Har, ilohim, o munofiqlar bilan yana bir qatim o'ynab 170 mingni cho'qib qaytirib olmasang? Qadrdon xelili sahar uyg'onib ketgan bo'lsa-mu, sovuqda erinib o'rnidan turmagan edi. O to'g'risida tikilganicha 170 ming so'mni 4 ushiq bilan yoki shish xil orqali bo'lmasa dözyüzü o'ynab qaytirib olaymi deb bangining xiyolini qilib yetdi. Deriz to'zla vejik qarpatam varqirg'il to'di. Hey qadi hurun eshak, jahonni qari besivasa, baxarama yetiveramsa, tura onundan. Keçidin beri balı saygiyenning mallari biz deb mehmonxona hovlisiga mashina patmay qoldi. Bo'lmasa hovli portlab ketadi juma, shap bo'la. Qadrdon apala-shapala kiyimlarini kiyib hovliga chiqishi, ko'zlarini ocholmayla qoldi. Chunki butun atrof oppoq qor bilan qoplangan edi. Texi 9 qizning to'lg'iti birla tutdi degandek, asli to'xtamdagi 32 mashina 45 bo'lib, ondan Obul Hasanning 22 mashina, jami 67 mashina belqoq o'ylig'i patmay ko'chalarga tizilib ketgan edi. Bularning ichidan Obul Hasanning 22 mashina melining puli Urumchi bankasiga qo'yilib, keyincha uning do'konlariga mol avatib bersa bo'ladi. Lekin boshqalarning pulini naq berib, uch birlashma ta'limdan boshqa yana qo'llaridan isbot olmasa bo'lmaydi. Shunga qadrdon atiganda noshtamni qilmay 24 mashina molni poyezd stansiya mol tushirish subsiga tushirib, so'ng jejun xo'jayinga o'tkazib atdi. Bu qadrdonning bir oyda 4 vagon, yana 240 tonna mol mandirish vazifasi edi. Endi 43 mashinaning 22 mashinasi Londatoning Qo'ng'irtosh shirkatiga. Qolgan 21 mashina mal G'arbi diyor shirkatining kollek xo'jayini Jang Yuchunga mandirildi. Qadrdon Lada bilan chepib yurib, hammani o'z yo'li bo'yicha yo'liga solg'icha kech qorong'i bo'lib ketdi. U bilasan, oldingi qitimlarda sho'purlarga boshliq qilib avatgan sho'pur Mejit Qodir bu qitimni do'konlarga oldigan malning tizimligini og'ish kelgan edi. Shunga ular ertadan boshlab top setish bozorlariga birli berishni deyishib oldi. Oldin ketgan qadrdon kechilab musofirlar mehmonxonasiga qaytib keldi. O yotoq binosiga kirishi, qaripotam oldirash ishlayotganligi uchunmi tillamayla gapini tezlik qildi. Hey, dadang Abbos bo'jondan telefon keldi. Sana deydigan muhim gap bor aka. Shunga kech soat 10larda mashara telefon saqlagan. Qadrdon yotqiga kirib, kiyimlari bilan karvatiga o'zini tashladi. O to'g'risida olayg'incha bu janchonning yig'ilib qolgan yana qandoq tanbih nasihatlar borki deb pichirladi. Uning shivirlashlari oyoqlashmayla yotoqqa Asad arvoh oldirib kirib keldi. Qadirba, tez bo'la, mashinani o'toldi. Zul'ayning ustini o'rlab o'shidan ketdi. Nima? Nim bo'pti? Qadrdon Asad arvoh bilan O'snarxon jannat ne'matlari oshxonasining oldiga kelibla mashinadan tushdi. Ular Zul'ayning hujurasiga kirib kelganda O'snarxon qizining peshonasiga do'ngini ho'l qilib qo'yib atgan edi. Ular Zul'ayning qalin kiyimlarini kiygizib, bo'yinlarini sharpida o'rab mashinaga serishdi. Atrofning hammasi oppoq qor bo'lsa-mu, yo'llar erib muz to'nlab ketgan edi. Qadrdon mashinasini avaylab haydab mangan siri orqa o'rindiqda qizni quchoqlab o'tirgan O'smarxon tezroq hayda deb oldirtatdi. Ammo qadrdonning qishidik Asad yo'lda g'iltong muz to'sa mashina so'qilib ketmamdi deb go'rkiraydi. Zul'ayni tez ko'rish bo'limidan tekshirib, o'pkaga sovuq tiyib ishig'an degan diagnozni qo'yib tez ko'rish bo'limining yotiqiga o'rlashtirdi. Ham darholla osmoqul silindi. Ona, Asadga, sizlar bir kun kechgacha oshxonada ishlab charchab ketdinglar, berib orom elinglar, dedi Qadrdon. Bugun kecha men qarayman. Jafo chekib qolalimi Qadrdon bolam?
Hüsnarxon yolg'on yetilib qo'ydi. Sizlarmi tek akşam kepla. Ishqisi yo'q ana, ketaversizlar. Emsa men atigan ishkillarga tamoq elib kelay. Ata uygun 2 kun kunduz mol oldigan ishim bor, dedi Qadirdan. Bo'lmasa xotanga mangdigan mashinalar saqlab qolsa, uyish chiqim to'laydigan gap. Bo'ldi. Ata uygun Asad ikkimiz qaraymiz. Undaqda keçisinden qaray. Bir kim qarğıdak kesilim eğir bulmuşsa. Zulay eğir tindi. Şuna aş tamıqımni akilib bersanlalı bo'ldi. 1-2 kun okul soldurib chiqib ketine. Dadısının saat 10'da telefon keldiganligini unutib qolgan Qadirdan o'rindiqda o'tirib karvatga jaynakligincha Zulay bilan past ovozda pichirlashib muңdashmoqda edi. Zulayning to'yiqsiz isitmasi o'rlab, qizib, yetilib, yetib qolishning tegiga yetgan Qadirdan qizlarni tex tushunmaydiganligi va ularning ichki dunyosining naqadar murakkab ekanligiga ko'zi yetdi. Aslida Zulay 6 kundan beri har kuni kechda ladani sirtkash, shirin xiyollar ilkida Qadirdanning yo'liga qaragan edi. U meni chin so'yamdi yoki degan ansiz bir savol uning yurakini aynak ustidagi simoqdek tavritib, birdi tatliq, birdi qabohatlik oqibatlar qo'yniga g'arq qiladi. Demisimi Qadirdan uni yaxshi ko'rmaydiganligini qizning ko'nglini aygan holda izhor qilgan edi. Siz 15 yoshga kiribsiz. Men bo'lsam 17 yoshda. Bunday ishlarni o'ylashga texib bo'ldim. Ammo menda undaq hissiyat ko'rilmadi. Qara. Javob aniq turmamdi. Bundan ortiq yana nimalarni desa bo'ladi? Yo'qol nere, ko'zimga ko'ringichi bo'lma, men seni yaxshi ko'rmayman desa, ko'ngil qanoat tepib, yuragidan birovlarni siqib chiqarib yetarmidi? Biroq Qadirdan undaq deydigan tosh beg'ir bolalardan emas. Nima degan bilan kichikgina bir qizning ko'ngliga Alloh solgan ulug' to'yg'u muhabbatni ulug'lagan holda shoxmi yerilmaydigan, chechakmi to'kilmaydigan bakmi abchini rad qildi. Hatto uning so'zidan qarish taraf meni yaratmadi emas, yaratatdi. Biroq Rasululloh yoshlarimiz kichik. To'g'ri, hamma odamda bunday shirin tuyg'u tangni yetilavermaydi. Deb o'zini o'zi bazlashga imkon bor edi. Hatto tasalli topa oladi. Shundaqmi Qadirdan har qancha shirin so'xan so'zilsin, rad qilganligi bu bir reallik bo'lib, dahshatlik haqiqat edi. Ammo Zulay aksining zo'ri bilan yo'q, yaxshi ko'rgan odamini kimlargadir tattirib qo'ymaslik, boshqalarning qo'ynida ko'rmaslik uchun qisqasi muhabbat yo'lida shafqatsizlik bilan birovlarni o'zining qilib oldi. U kiyimlarini silib etib, yerim yalang'och badanini ko'rsatdi, suvandi, shaytonni qo'zg'ab quchoqladi. Hatto yotqon ichiga kirib hammani silib etdi. Xuddi sudun qirg'oqqa tashlangan belejandek piltinglab, yigitchaqni birdinli yavoylashtirib qo'ydi. Darvaqa Tangri qudrat karomatini namoyanda qilgan o'z badan sehriy kuchini ko'rsatdi. Xulos qalam, nima bo'ldi? Qadirdan endi Zulayni olmasi bo'lmaydigan yeriga kelib qoldi. Hüsnarxon oilasi bo'lsin, rangimsiz qonun bo'lsin, aqallisi qizning taqdiri iqboli bo'lsin, adnosi jamiyatdagi ko'zlar bo'lsin, uning xanjardek qodilib turadi. Mo'shundoq sharoit, mo'shundoq besim, mo'shundoq vijdoniy xitob iskanjisida sizdan chiroyli, mehribon qizni topolmaydiganligimga ko'zim yetdi deyishga majbur bo'ldi. Shundoq ekan, Qadirdan Zulay sevingandek sevg'inami? Zulay so'ygandek qalbidan so'yarmi? Zulay betoqat bo'lgandek toqatsizlanarmi?
Hey kızlar. Kızlar. Sizlar kelgüsünün analari. En ulug'lanadigan bir qavm. Hatta Rasulullah'ı sizlarni ulug'lab cennet analarının tapını ostida degan ekan. Shundoq. Rostmi shundoq. Biroq sizlarni tushunmak basli mushkul. Bir qarasa, sizlar jannatdan chiqqan farishtaga o'xshab qolasizlar. Gohida shafqatsiz kushandiga, kundashga, raqibga aylanib, yuraklarni andishiga solasizlar. Turupla g'uborsiz, sabiy bolalarga aylanib, jimi mavjudotning omroqligini keltirsizlar. Ba'zida jannati rizvon, gohi ba'zida shafqatsiz va rahimsiz xotin. Shundaqdimi, erlar sizlarga yanada omroq. Hatto sizlarsiz bu ko'ngil robot addasiz, ko'ngilsiz va ma'nisiz bo'lgan bo'lar edi. Bo'ldi bas. Hech tuyg'u shamollariga agishib ketavermay, o'z so'zimizga kelaylik. Zulay, tunigin kesh, mendek sevginarmi, men so'ygandek qalbidan so'yarmi, men betoqat bo'lgandek toqatsizlanarmi degandek savollar bilan musofirlar mehmonxonasiga kelyotdi. Bir taksi uning yenidan aylanibla o'ylig'iga kirib ketdi. Yurki qartliq qilib qolgan Zulay o'zini daldiga olib ma'rigan edi. Mashindan rastalla egiz bo'y, ko'kraklari kang, ot yuzlik, qoshlari bilakdek, chiroydan bir xil tamkinlik yig'ib turgan qadrdon tushdi. Zulay o'qdek etilib berib uni quchoqlab olg'isi. Bo'yinlari gira selib yuzini yuziga yoqqisi. Ko'kraklariga beshini qo'yib, yedlarini hedlig'isi kip ketdi. Biroq Bayqi o'zini sarasimga solgan savollar putlarini sirtmoqdek bo'g'ib, qadamlariga chaq qo'ydi. To'g'ri. Qadrdon Zulayni jondan aziz ko'rsa, qalbidan suysa, betoqat sevginsa, mashindan tushibla jannat ne'matlari oshxonasiga yuguraydi. Qo'llarini ko'tarib, "Men keldim" deb varqiraydi. Cho'ng yo'ldagi oshar cho'ngillardek o'tishib turgan mashinalarning shofirlari "Voy kalva, o'lgin keldimi? Jenimdan to'ydingmi?" deb tillaydi. Lekin qadrdon pisantiga olmaydi. Zulay ana shunday xiyollar bilan o'ttir kechigacha talada qadrdonning yo'liga qaradi. Kech tarafdagi ushqundigan qor qo'qonlari endilikda qiyposh urgan sovuq shamolda qo'l, yuz, bo'yinlarni haridek chaqmoqda edi. Bo'ron kuchayib, shivirg'an isqiriq chelib ko'chalarni, eriq ozganlarni qorga ko'miyotgan ashu joni oldigan sovuqdimi Zulay Ko'ngil sultonning yo'liga qarab o'ri turardi. Qadrdon chamadonni yotqiga akirib qo'yib chiqadi. U hozir illiq, mazalik turib chiqay deb yuz bo'yinlarini yuyotdi. Arduqini chiqarish uchun qo'l putlarini yuyotgan bo'lish kerak. To'g'ri. U charchab ketganligi uchun o'zini karvatga tashladi. Ammo birdinla Zulay esiga kelib o'rnidan turib ketdi. Ana u koridor bo'ylab yugurib Kunduzdagi illiq havoda kiyib olgan yalon kiyimi o'ttir kechidagi jodulliq shivirg'onga bardoshlik berolmadi. U elang-selang bo'lib yiqilib tushga tasliq qoldi. To'g'risizlik shunda qattiq yo'tilib ketdi. Xuddi ikki cheksi portilib ketadigandek chinqilib og'irmoqda edi. Zulay o'jirsiz qaytib kirib, tong otqicha o't kavob qizib yo'tilib chiqdi. Qadrdon Zulayning yig'lab turib so'zlab bergan pig'onliq nidolarini anglab, nomusdan yerga kirib ketgidek bo'ldi. U qizlarga qaraganda haqiqiy yaxshi ko'rishni, yurakka taliq muhabbatning, yigitlar o'tash tegishlik vafodorlik etoblarining, chin sevgi mezonlarining qandoq ulug' kuch-qudratga ega ekanligini tushunmaydi ekan. Kechiring Zulay. Tuning kecha ko'nglim baxim parakani bo'lg'achqa qishingizga chiqamadim. Ash parakanchilikni menga so'zlab beralamsiz? Shunday qilsangiz, o'zimni oldig'idek va ba'zigidek tasalliga erishgan bo'lardim. Qadrdon Ahad Talqa, Ibr Ushbarmoq, Umar G'altaklarning naladindir izlab kelib, 2 kun o'ynatib, 3-4 kunlari
qamarga taklif qilib 170 ming so'mni kuchi birlashib utib olganligini so'zlab berishi. Zulay ochiqida lavlarini tishirdi. Men sizga demaganmi? Akam ashundoq ishplas odam. U telefon berib etmasa, ular sizning xotinga borganingizni nereden biladi? Asadkan Mashhadda ular bilan ko'rishishimni degan edi, lekin men unutmagan. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Salomat bo'lsangiz, pul deganni tepib olasiz. Ular pichirlashib harda bo'g'ay tong atarga yaqin uxlab qolishdi. O'znarxon atiganlik tomoq elib kelganda, karvatning qirg'iga to'g'risiga qo'yilgan yostiqning bir tarafiga o'rindiqda o'tirgan Qadirdan, yana bir tarafiga Zulay beshini qo'yib tatliq pushildab uxlamoqda edi. Yataqdagi tarix turibdan uyg'onib ketgan Qadirdan darhol o'rnidan turib tozliq uyga chiqib ketdi. Do'sti issiq suv akirib, Zulayning yuz qo'llarini lo'ngida yuvib qo'ydi. Buni ko'rgan Husnarxon bir qismini bo'lib ta'tir qarab oldi. Qadirdan Zulayga tamoq yegizgach, o'zini mashq qilib olgandan keyin Husnarxondan so'rab satqa oldi. Zulay qo'lni ko'tarib gap qilib bo'g'cha. Qadirdan kechda o'zim qarayman degancha chiqib ketdi. O musofirlar mehmonxonasiga yetib kelganda shofir Mejid Qodir uningni saqlab turardi. Ular ikkisi ladaga tushib, Xualin top setish bozori, Changjang yo'li kiyim-kechak dunyosi top setish bozorlariga berib, dastlabda elektr saymonlari, orqadan kiyim-kechak avrishkilarini ko'rib, har biridan necha yuzdan, necha topdan oldiganligi haqida ta'lim kestirdi va olgan mollarini yana shu top setish bozorlarining omborlariga besib qo'yib qaytib ketishdi. Qadirdan musofirlar mehmonxonasining binosiga kirishi qari patam ochiqlab ketdi. Hey bezi quloq to'nkay, tuninki soat 10 da telefon kelganligini bilib turib, nega yo'qoldi? Abbas bo'jang bir muncha ochiqlab qoldi. Bugun kunduzda yana 2 qatim keldi. Sen yo'q, zodi dadang bilan ko'rishgan bormi yo'q? Jinim acha, nimishga ko'rishgan bo'lmaydi-ki. Lekin tuyuqsiz ba'zi ishlar yuz berib qoldi. Mushturqunda yana doktorxona bormi? Nemish qanday? Qadirdan Zulayning qizitmasi o'rlab, uni doktorxonaga olib tez qutqizish bilimida qutqizayotganligini so'zlab berishi. Qari patamning ichi og'irdi bo'g'ay, ovozi xeyli muloyimlashdi. Oy, baldirroq desam bo'lmamdi. Bezgak. Men dadamga tushuntirib qo'ymabdi. Kaysh bo'lib qolgan edi. Doktorxonada Zulay uni saqlab turardi. Qadirdan do'st qoldirib berib kavob yedi. Kavobchi ustam 40 yoshlar atrofida bo'lib, ismi Abo Bahri edi. Qadirdan 140 kvadrat metrlik uyni setib olib, zinnatlashni boshlagandan beri uning kavobiga ko'nib qoldi. Hatto bir necha qatim qoq savdogarlari, shirkat boshliqlari bilan to'xtam tuzib, o'tirish qilganda Abo Bahri ustam kavob sunib bergan edi. Bir kun o cho'ng ishkinaning orsiga ilingan 40 siq kavobni akirib berib, kichik ammo do'ktugulak ko'zlarini chimchiqlatganicha. Bayvatcha. Oyatliq mehmonlar bor kuni menga haytli davasizlar, o'zim yetkazib bermajimi? dedi. Qadirdan uning o'ruq va sal dumchakrak siyoqiga, "Manaman" degandek oldiga tushib chiqqan do'qinmoqli bilan egiz, yo'g'on burniga, qo'shiqdek qizg'ish yuzi, qushliq qisqa eniki. Shundaqla kalpuklari nepiz kichik og'ziga qarab, ichida g'alitli yorilib qolgan odamkan degan edi. Qadirdan ertasi mashinasini haydab, kavobchining oldida to'xtadi. U yenidan 50 so'mni chiqarib, "Bo'ldi, qolgan 10 so'mni yondirmasam bo'ladi" degan edi. Mashina derisidan engishib qarab turgan Abo Bakri bir xil xijolatchilik ichida 50 so'mni tutgan peti yejib, qo'rilib, duduqlab ketdi. Bayvatcha, bu pulni yallarga sep qo'ygan bo'lsinlar. Men Abo Bakrika, nima gaplar bo'lsa desizlar? Qadirdan sal hayron bo'ldi. Nimanda qachilishib gaplarni qilmaylar? Endi bayvatcha. Shu ilqinindan Abo Bakri tumishqini ushlab, olqini ustida cho'rigilatdi. Bu sinondan bir chimdim yetib qolgan bo'lsinlar. Nima?
Seni? Qadrdon cho'chib ketdi. Seni nereden buldular? Bir ikki qatim kavob akirib berganda, dedi Abu Bakr texim engish. Deniz tekisida pal-pal qog'oz, naycha, saranga, andin yeniqining qapini ko'rib, Qadrdon yenidan 350 so'mlik 1 gramlik sulu yog' xaltadan birini chiqarib berishi. Abu Bakr nech pukilib ta'zim qilib, ko'zlariga yosh elib, Qadrdonning qo'llarini silab, hatto suyib ketdi. Uning bunda xo'shamad qilib kuchlanib ketishlarini tushunishga bo'ladi. Buningga ko'nib qolgan odam buningsiz azob o'chqida o'rtanadi. Endi Abu Bakr bir kun kechgacha dumchib, varqirab, jarqirab kavobchilik qilsa, ashu tirnoqdek narsa keladi yoki kelmaydi. Mana shuningdan beri Abu Bakr Qadrdonni ko'rdimi? Xuddi Xizr alayhissalom o'chirgandek iltifotlarni ko'rsatdi. Qadrdonni biror bo'liq tashlab berib o'tib ketadi. Mana hozirmi Qadrdon qiziq choy bilan 15 siq kavobni yeyapti. Abu Bakr yana 15 siq kavobni ikki nonning orasiga elib, qatma-qat gazetlarda o'rab, so'lyoq xaltaga sepib berdi. Doktorxonada bir kun kesalmi deb aytchi, dedi Abu Bakr belakchili muloyim ovozda. Nada o'zlarining vaqti yar bermasa, mening 13 yoshlarda bir qizim bor. Qarab bersinmi? Yo'q. Unchalik og'ir emas. Ertaga chiqib ketadi. Qadrdon pul bergan bo'lib, Abu Bakrning olqiniga bir bo'liq tutqizib qo'ydi. Abu Bakr atrofiga g'ilpol qarg'inicha, hayajon shodlikdan chiroyi bo'yinlargacha höppida qizdirib ketdi. Agar atrofda g'o'chili odam bo'lmagan bo'lsa, Abu Bakr Qadrdonning tizlarini quchoqlab, topollarini suyishdan yonmaydi. Beliq şirketi avazına ilinip, Beliq to'g'rida anlatılayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga chaqirdik. Davomini ertadagi anglashimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning sotib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.